Ma'ruf Nosirov yoki O'tkir Shodmonov? Ikkalasi meni o'rtog'imda. Ma'ruf ham O'tkir ham. O'tkirni xafa bo'lma soching yo'q-ku. Ma'ruf O'tkir sochi bor-ku. O'tkir soch bormi? Zarina Nizomiddinova yoki Shahzoda Majjonova? Zarina Nizomiddinova. Sharof Muqimov yoki Yodgor Mirzajonov? Sharof Muqimov. Hamdam Sobirov yoki G'aybulla Tursunov? Hamdam. Ulug'bek Qodirov yoki Bobur Yo'ldashev? Ulug'bek. Jasur Umirov yoki Janob Rasul? Janob Rasul. Botirxon Imomxo'jayev yoki Ahror Qo'shmatov? Ikkalasi ham jo'rab, Ahror ham bu ham. Ahror xafa bo'lmaysan, Botir o'rtog'im soch. Adis Rajabov yoki Umid Iskandarov? Adis Rajabov. Burxon Sharopov yoki Rustam Sa'diyev? Ustozi Burxon Sharopov. Jahongir Foziljonov yoki Samandar Hamroqulov? Samandar Hamroqulov. Xurshid Rasulov yoki O'lmas Olloberganov? Xurshid Rasulov. Doston Ergashev yoki Jaloliddin Ahmadaliyev? Doston Ergashev. Ulug'bek Rahmatullayev yoki Shohruxxon? Ana endi qiynalaman shunga hozir. Shohruh deb qo'yaylik bo'lmasa. Bolalarimiz xafa bo'ladi, hamma qo'lisa. Buni xafa bo'lmaysa o'rtoq. Munisa Rizayeva yoki Rayhon? Rayhon. Bekzod Tojiyev yoki Bositxon Rahmatov? Bekzod. Jamshid Abduazimov yoki Otabek Mutalxo'jayev? Jamshid. Bu so'nggi savolimiz edi. Tashrif uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.